1.400.000 so'mlik darvozamiz Toshkentga chiqib ketyapti ekan. 2 qavat 1.8 shumka bo'lgan. Bunisi ham Toshkentga chiqib ketyapti ekan. Bunisi high-tech fason. Buni ham narxi 1.400.000 so'm. Bunisi Farg'onani Yaypan tumaniga chiqib ketyapti. 1.100.000 so'mdan 1.5 qavatli shunaqangi fason darvozamiz. Bunisi Farg'onani Besharq tumaniga 1 kvadratda 700.000 so'mlik darvoza. Kraskalariga, zamoklariga garantiya berishar ekan va O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor, o'rnatib berishargacha. Bunisi ham Farg'onani Besharq tumaniga ekan. 700.000 so'mdan 1 kvadrat metri. Bularga keladigan bo'lsa, Andijonga chiqib ketyapti ekan. 1.100.000 so'm, 1.200.000 so'mdan darvozalar. Sizlar ham buyurtma bermoqchi bo'lsanglar, telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. O'zlarida lazer apparati bo'lganligi uchun lazer kesib berish xizmatlari ham bor. Ya'ni darvozalarda ham mana shu apparat yordamida kesishadi. Xizmatlar bo'yicha ham aloqa qilsanglar bo'ladi. Darvozadan tashqari akfa qilish xizmatlari bilan shug'ullanishar ekan 10 yildan beri. Akalar, bu ko'rib turganinglar Toshkentga tayyorlanyapti ekan. Akfani Engelberg, ya'ni plastik, ichiga temir solingan varianti. Buni narxlari o'rtacha $170, 1 qavati 2 qavat oynali bo'ladi, 7000 seriyali. Arzonlarini xohlaganlar uchun 1 kvadrati $50 dan boshlanadigan eshik romlarni ham qilib berisha oladi. Bu bo'yicha bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz.